Bugungi darsimiz pitch deck yoki bo'lmasam o'zbek tilida aytganda investorga prezentatsiya deb nomlanadi. Pitch deck bu startap olamida juda keng tarqalgan tushuncha va termin. Pitch deck bu prezentatsiya, investorlarga prezentatsiya qilishi, investorlarga pitch qilish deyiladi. Ya'ni g'oyasini sotish etiladi va pitch deck bu investor uchun tayyorlanadigan prezentatsiya. Agar siz investor bilan gaplashayotganingizda investor aytsaki, menga pitch deck yubor desa yoki bo'lmasam o'zingni pitch deckingni ko'rsat desa, bu degani investor uchun tayyorlangan prezentatsiyani menga yubor degani. Chunki investorlar avval shu pitch deckingizni ko'rib, keyin siz bilan uchrashuv belgilashi mumkin. Chunki birinchi shu prezentatsiyangizni ko'rganda u berishi mumkin bo'lgan o'zini 5-6 ta eng asosiy savollariga javob olishi kerak. Endi pitch deckni qanaqa qilamiz degan savol bo'ladi va bunga biz to'xtalib o'tamiz. Pitch deck qanaqa slaydlardan iborat? Asosan buni PowerPointda qilinadi yoki bo'lmasam buni video ko'rinishda qilsangiz ham bo'ladi. Eng osoni bu PowerPointda yoki bo'lmasam Google Slides online instrumentida qilsangiz bo'ladi. Google Slides bepul instrument boshlovchilar uchun va eng oson instrument shu Google Slides ishlatish va bunda qaysi slaydlar kerakligi haqida hozir gaplashib o'tiramiz. Pitch deck asosan 10 ta slayd atrofida bo'lishi kerak. Bir xil prezentatsiyalar, masalan, o'zimga ham ko'p gaplashganimda yuborishadi prezentatsiyalarni. Juda ko'p bo'ladi. 25-30 sahifadan iborat bo'ladi. Bu noto'g'ri. Bunday ko'p sahifani ko'rgan odam, investor sразу qo'rqib ketadi. Aytadiki, buncha prezentatsiyani ko'rishga juda ko'p vaqt sarflayman. Demak, bu o'z fikrini sodda tushuntira olmayapti. Yaxshi liderlar, yaxshi asoschilar o'z fikrini qisqa va lo'nda, qisqa slaydlarda tushuntira olishi kerak va ochib bera olishi kerak. Bu ham mahorat talab qiladi. Shuning uchun pitch deck qilish juda oson ish emas. Buning ustida ancha vaqt ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni bu pitch deckga juda professional yondashuv kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa pitch deckga qilib bo'lganingizdan keyin bir tanishingiz yoki o'rtog'ingiz yoki yaxshi dizayner bo'lsa, grafiklarni yoki bo'lmasam shu prezentatsiyani dizaynini qilishda ham yordam so'rang. Chunki shu investor siz bilan uchrashishdan oldin agar pitch deckingizni ko'radigan bo'lsa, uni dizayniga ham e'tibor beradi. Qanchalik siz bunga mehr berib, professional yondashganingizni. Chunki pitch deckga qanchalik professional ko'rinishda, kerakli ma'lumotlar bilan qilinishi, qanchalik lo'nda, aniq qilinishi, bu sizni bozorni qanchalik to'g'ri baholayotganingizni bildiradi. Bu bir. Ikkinchisi, siz o'z ishingizga qanday yondashayotganingizni ko'rsatadi va siz o'z ishingizga yondashayotganingizni, professional yondashayotganingizni ko'rsatsa, pitch deckingiz sizga shu investor bo'lgan hurmati oshadi va u siz bilan shu uchrashib, shu startap g'oyangizni muhokama qilishga qiziqadi. Endi pitch deckga yana ko'pchilik shu startapperlar yanishtiradi. Bir yuboriladigan pitch deckga sahnada namoyish qilinadigan pitch deckga. Shu yubormoqchi bo'lgan pitch deckini sahnada namoyish etadi yoki sahnada namoyish etayotgan pitch deckini emaildan ham yuboradi. Nimaga bular farq qilish kerak? Sahnada siz gapirayotganda, masalan, ko'proq sizni eshitadi, sahnada ma'lumotlarni o'qimaydi. Va sahnada gapirayotganda, masalan, siz raqamlarni ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, 35 daqiqa deyishingiz mumkin. Va uni atrofida siz hikoya berishingiz mumkin. Masalan, aytishingiz mumkin, biz masalan yetkazib berish xizmatini qo'shayotgan bo'lsak, yetkazib berish xizmatida 35 daqiqada yetkazib beramiz. Bizning bu eng asosiy masalan shu ustunlik tarafimiz bo'ladi deysiz. Ya'ni u yerda raqam turibdi faqat namoyish qilayotganda va ko'p narsani siz verbal, ya'ni gapirish orqali yetkazib berasiz. Yuboriladigan prezentatsiyada bo'lsa, bu narsani yozish kerak bo'ladi. Chunki bu prezentatsiyani shu investor telefonda ochganda, iPhone'da, Android'dami yoki masalan kompyuterda ochganda, u yerda siz gapirib tushuntirib berishga imkoningiz bo'lmaydi va shu u tekstni o'qigan holatda tushunish kerak. Qaysi raqamlar muhim, asosiy belgilangan va u raqamlar nimani bildiradi va g'oyangiz nimadan iboratligini tushunish kerak. Shuning uchun bu prezentatsiyalar ikki xil bo'ladi. Ya'ni siz chiqib zalda yoki bo'lmasam investor oldida qiladigan prezentatsiyangiz va unga yuboriladigan prezentatsiya boshqa bo'ladi. Va biz hozir gaplashadigan asosiy narsamiz bu yuboriladigan prezentatsiya haqida.
Lekin ikkalasini bir mohiyati bir xil bo'lishi mumkin. Vizual berish, ma'lumot berish ikki xil shaklda bo'ladi. Eng asosiysi prezentatsiya qilayotganda uni sodda va tushunarli qilishga harakat qiling. Iloji boricha shu aytganimdek dizayner yo'llang. Chunki mana masalan biz ham prezentatsiya qilganda prezentatsiyani qilamiz, ma'lumotlarni qo'yamiz va uni tanishlarga ko'rsatamiz. Qarab ber, mana shu yerda nimadir qo'yib yubordik, savollar bormi, nimadir tushunmayapsanmi deb eng yaxshisi shu tadbirkor yoki bo'lmasam tanishlaringizga buni ko'rsatishingiz kerak. Agar ular tushunmasa, qanaqadir savollar bersa, bu sizga yaxshi bir podskaska bo'ladi. Ya'ni sizga aytilgan bo'ladiki, mana shu yerda tushunmayapti odam, shu yerda tushunmayapti. Demak, buni ustida ishlash kerak. Va masalan, biz dizayner yollaymiz, dizaynerga beramiz. Aynan mana shu prezentatsiyani qiladigan internetda freelance dizaynerlar ham bor. Masalan, $200 atrofida bizga masalan dizaynimizni tekstlab chiroyli qilib berishadi. Va bu shu yuboriladigan vaqtda ko'rgan odam masalan aytadi, juda professional prezentatsiya qilingan ekan deb. Endi investorga o'sha yuborishingizdan oldin aytganimdek tanishlaringizga ko'rsating, tanishlaringizdan feedback oling yoki bo'lmasam siz ishongan odamlarga yoki bo'lmasam atrofingizda tadbirkorlarga ko'rsating va ulardan feedback oling. Ya'ni feedback deganim ularning fikrini biling. Ular nima deb o'ylashyapti siz prezentatsiyasi to'g'risida? Nimadir slaydlar qolib ketganmi? Nimadir ma'lumot yetishmayaptimi yoki tushunarsiz